Endi bu videodan keyin sizni ham biskvitlaringiz zo'r o'xshab, ortiqcha xarajatlarsiz o'zingiz uyda har xil bayramlar uchun tort qila olasiz. Faqat videoni oxirigacha ko'rib, yaxshilab o'rganib olsangiz bo'ldi. Yozib qoldirgan hamma masalliqlarni baravar mikser idishiga solib, yaxshilab 2-3 baravar ko'paytirib, ko'pirtirib olamiz. Yo'qqina shunaqa holatda bo'lgandan keyin qolip bitigini folga bilan yopib, massamizni sovib olamiz. 1,5 soat davomida 150 gradusda pishirib olamiz va xuddi shunaqa tekshirib olamiz. Kamida 8 soat sovigan biskvitni xuddi shunaqa kesib olamiz. Men qaymoqli morojniy krem tayyorlab oldim. Video tagida to'liq yozib qoldirganman. Teng ikkiga bo'lib olib, rang qo'shdim. Birinchi qavatini malinali qavat qildim. Shuning uchun ham rangiga rozoviy malinaning rangini berdim. Kremni teng ikkiga bo'lamiz va ustiga surib, ko'pgina qilib malinalarni qo'yib, ikkinchi yarimga bo'lgan kremimizni ham surib olamizni. Biskvit pishirgan qolpimizni kiydiramiz va chetlarini plyonka bilan o'raymiz. Ikkinchi biskvit qavatimizni qo'yamiz va ikkinchisini esa bananli qavat qilamiz. Bananga yaqin bo'lish uchun ozgina sariq rang berdim va bunda ham ikkiga bo'lib, orasiga ko'pgina bananlarni qo'yib, ustidan kremni surib, eng qavati, ya'ni tegidagi qavatini ustiga yopib qo'ydim. Ustini xuddi shunaqa yopib, o'rab, 1 sutkaga muzxonaga qo'yib qo'yamiz. Ustini xohishga ko'ra, xohlasangiz shanti krem, xohlasangiz chiz krem bilan chiroyli qo'yishingiz mumkin. Yurakchani bosishni unutmadingizmi?